So'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli aholiga sifatli shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yaxlit vertikal boshqaruv tizimi yaratildi. Natijada bugun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning hududiy filiallari, tuman va shahar kasalxonalari huzurida shoshilinch tibbiy yordam bo'limlari samarali faoliyat yuritmoqda. Xususan, markazning Buxoro viloyati filialida ham aholiga tunu kun yuqori malakali shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish, hayot uchun muhim bo'lgan pallalarda tezkor va samarali tibbiy xizmatni tashkil etish bo'yicha samarali ishlar olib borilyapti. Eng zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan muassasada 21 ta klinik bo'lim, 10 ta yordamchi bo'lim, sanitar aviatsiya xizmati faoliyat yuritib, filial aholiga xirurgiya, kardiologiya, neyroxirurgiya, bolalar xirurgiyasi, travmatologiya kabi yo'nalishlar bo'yicha yuqori malakali ixtisoslashtirilgan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatuvchi yirik ilmiy markaz hisoblanadi. O'tgan yili bu yerga 124 mingga yaqin fuqaro murojaat qilib, 38,5 ming nafardan ortiq bemor davolandi. Shuningdek, 11 mingga yaqin jarrohlik amaliyoti bajarilib, ularning 60% ni yuqori texnologiyali operatsiyalar tashkil etdi. 2025-yilda Buxoro tarixida amalga oshirilmagan 30 ga yaqin yangi davolash usullarini kiritdik. Bulardan biri mana jigar transplantatsiyasi o'tkazildi, yurakdagi ochiq operatsiyalar o'tkazildi, ko'krak qafasdagi operatsiyalar, bosh miyadagi operatsiyalar. Bularning hammasini zamirida mana bugun muhtaram prezidentimizni tibbiyotga ajratayotgan eng katta e'tiborlari. Bugun kundagi asosiy maqsadimiz bu faqatgina markazni o'zida emas, lekin birlamchi bo'g'imda ham tibbiyotni rivojlantirish bizning asosiy maqsadlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Aytish lozimki, markazning qabul diagnostika bo'limi zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan. Bu yerda bemorlar holatiga qarab emergency department tizimi asosida qizil, sariq va yashil zonalar orqali ularni qisqa vaqt ichida tekshiruvdan o'tkazish va aniq tashxis qo'yish imkoni yaratilgan. Shoshilinch tibbiy yordam markazi tashkil qilingan yillarda bittagina oddiy portativ UZI apparati, oddiy rentgen apparati bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda qanchalik darajada rivojlanish. Bu yerda barcha zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan diagnostika xonalari, bu MCT, MRT, raqamli rentgen apparatlari, undan tashqari UZI apparati, kardio paketli UZI apparatlari bilan ta'minlangan. Bu albatta hurmatli prezidentimizning tibbiyotga bo'lgan e'tiborlaridan dalolat berib turibdi. Ma'lumki, ilgari yurtimizda transplantatsiya amaliyotlarining o'tkazilmasligi tufayli bemor yurtdoshlarimiz xorijda katta mablag' evaziga davolanishga majbur edi. Prezidentimizning sohaga qaratayotgan e'tibori tufayli endilikda bunday murakkab operatsiyalar viloyat va tumanlar darajasida bajarilmoqda. Xususan, yaqinda ushbu markazda peshkulik bemorga mehribon singlisining jigaridan bir bo'lagi ko'chirib o'tkazildi. Shunday imkoniyatlar, shunday bir sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga mingdan ming rahmat. Shuni shunday tashkillashtirib, bepul operatsiyalarni qilib sharoit taqlab berganlari uchun. Chet davlatlarga borib, kim qancha pullarni topib bilmasdan o'sha topgan pulingizga ham shifo topib bilmay yurgan odamlar bor. Xudoga behisob shukronish Buxoromizda shunday sharoitlar yaratib berganlari uchun hammalarga katta rahmat. Jigarim jigarga to'g'ri kelgandan xursandman va hayotga yana bir bor qaytgandan ham xursandman. O'ylasin baxtiga sog' bo'lsinlar. Akamni 4 ta farzandi bor. Yashash uchun bu narsa kerak edi akam uchun. Hammalarga rahmat aytamiz, doktorlarga, prezident bobomizga rahmat aytamiz. Shuningdek, muassasada ilm-fanning ilg'or yutuqlaridan foydalangan holda shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj aholida qator murakkab operatsiyalar bajarilmoqda. Bunda 2025-yil chet elning yetakchi klinikalarida malaka oshirib kelgan 100 nafar mutaxassis zamonaviy diagnostika va davolash usullarini amaliyotga joriy etishda muhim rol o'ynamoqda. Bu yutuqlar esa Turkiy davlatlar onkologlarining 2-kongressi doirasida Turkiya Sog'liqni saqlash vazirining ushbu filialga tashrifi davomida ham alohida e'tirof etildi. Hindiston davlati Noida shtatida, Turkiyada, Istanbulda Mehmet Akif ostonasida xalq tomir jarrohligi markazida, undan tashqari Avstriyaning Zalsburg shahrida ham amaliyot o'tab keldik. Hozirgi kunda mana shu o'rgangan har bitta tajribamizni, ilmimizni tumanlar miqyosida tatbiq qilib boryapmiz. Umuman olganda, yurtimizda tibbiyotda kechayotgan bugungi ijobiy o'zgarishlar shoshilinch tibbiy yordamni aholiga yanada yaqinlashtirish, xalqimizga malakali yuqori texnologiyali, tez va kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini berayotir. Bu esa yurtdoshlarimizning sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda.